Mana sizlarga fon. Mana sizlarga ena bola. Ola pakkisida, puli yengilida. Mana sizlarga buzak, yetuk. O'zi buzogi lekin gavdasi fil mollar. Mana sizlarga chiroyli variantlar, yetuk variantlarda. Mana sizlarga yelilyapti. Hali kuragi yo'q, tishi hali tish chiqarmagan variant. Mana sizlarga shved, akalar, shved. Kallasini qarang, bir shunday chiroyli kallasi. Sipatga qarang. Mana sizlarga yetuk. Olti kurag mollar. Namangan viloyati Chust tumani Karnon qishlog'i yana o'sha Ibrohim akani xonadonlariga kelganmiz. 2026-yil 19-iyun sanasida turibmiz. Akalar 5 bosh mollari bor ekan. Sifatligida mana shu o'rtada 3 tasini og'zida kuragi yo'q ekan. Yaxshi variantlardan ekan akalar. Mana bu shvedni qarang. Bir mol qiladigan mol ekanda, bitta uyga molni qilib qo'yib, tomosha qilib o'tiradigan mol ekanda akalar. Mazza qilasiz, bir ishdan kelsangiz ham charchoqlaringiz ham chiqadi bunga qarab. Mana sifatlarni qarang. Yaxshi mollar ekan akalar. Ham ona bolani qarang, bo'lganda ham ola pakkisidan bo'larkan, bola surg'ochdan bo'larkan. Mana shundan obzor qilib boraveramiz, sekin narxini bir qator yoritib beramiz. Akalar, endi bunimizni holatiga keladigan bo'lsak, ona bola kuraklari 4 dona, bo'ylari 1.15-1.20 xotirjam chiqib qoladi. 1.15 ga olaverasizlar. Sifati yaxshisidan. Akalar, ikkinchi bolasi xudo xolasa, bu ikkinchi bolasi xunojincha. Tutaklari ham yaxshi. Endi tagida bolasi yuribdi ekan, qanchadir suti bor akalar. U yo'vosh sog'diradi, xudo xolasa, o'ta yo'vosh deyapti. Sog'diradi. Xulqi zo'r akalar. Qarovozgina past, lekin bitta xonadonni gullatib yashnatadi, xudo xolasa. Narxi 22 million, yana kami bor. Vodiy bilan dastavkasi ham akalar, 4 kurak buni bor-ku, aytaymi sizlarga. 3 oylik bo'g'azi ham 22 million. Mana sizlarga tayyor varianti. Xudo xolasa, gumoni ham bo'lishi ham mumkin. Lekin bolasi kichikroq ekan, lekin bola mol nima deydi, anaga yaylovda yurgan mol ekanda, boqalarning ichida. Bilasizlar, böyle chillasi chiqmasdan 20 ta o'tishi bilan qochadigan mollar bular. Mana sizlarga sifat yaxshi variantdan ekan akalar. Endi mamnunga keladigan bo'lsak, yetuk, og'zida kuragi yo'q. Bo'ylari 1.20 xotirjam chiqadi, 1.20 ga olaverasizlar. Sifati yaxshisidan. Akalar, kuni qolgan mana sifat. Yuvoshligi ham o'ta yuvosh. Kuni qolgan, sifati yaxshisidan. Xudo xohlasa hijolat qildirib qo'ymaydi. Narxi necha pul? 24 million kami bor ekan akalar. Vodiy bo'ylab dastavkalar bor, aytilgan narxlarning ichida vodiy bo'ylab dastavkasi ham bor. Sifati yaxshisidan, og'zida kuragi. Endi bundan bir qarish o'simni yana tasavvur qilib olaverasizlar. Xudo xohlasa yana bir qarish o'simi bor mana shu mollarning. Nimagaki og'zida kuragi yo'q. Kuragi yo'q narsa o'zingizga bilasizlar, o'sib kengayaveradi. Yaxshi variantidan Chornon panterasidan qorasidan bo'lganda ham narxi 24 million kam bor, vodiy bo'ylab dastavkasi ham bor. Endi mana buni qarang. Nima deyapti endi mana. Sifat kalla holati ham chiroyli ekan. Og'zida kuragi yo'q. Akalar, bo'ylari 1.25 keladi, 1.25 ga olaverasizlar. Holatlari juda go'zal. Endi yelinlayapti. Mol xudo xohlasa 9 oylik, kuni qolgan xudo xohlasa buni ham. Narxi nech pul dedingiz buni? 28 million. Qancha? 28 million. 28 million kami bor aytilyapti akalar. Savdo sunnat talashib tortishib olaverasizlar. 28 million ekan, bu qandaydir qimmatga yetib qolganmi? Yoki yo'qsa bir sifat yaxshi molmi? Yaxshi mol ekan, lekin chiroyli mol, bitta xonadonga chiroyli mol bo'ladigan mol ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. Sifat yaxshidan gazdor, kalla holatlari ham juda chiroyli mol. Mana buni qarang. Mana sifatli. Bo'g'a kallasidan. Endi mana bu boshqa tema. Ibrohim aka. Bu boshqa tema. Ishdan charchab kelasiz-ku. Mana stolni qo'yib o'tirsangiz, mana 5 ta molning ichidan ko'zingiz mashinga tushadi. Nimaga sifat? Mana kalla holat qarang. Mana sifatni qarang, mana molga qarang. Akalar, bo'ylari 1.20 dan oshiq, 1.20 ga olasizlar. Sifati zo'ridan 5 oylik konkret uzuylari bor. Uzuy ham qildirib olasizlar, doktor perchetkagina bilan kutib olasizlar. Mana takki qarang akalar. Yaxshi variantidan bitta mol qilaman, yetadi. Boshqa mol qilmayman. Mana shuni ishdan charchab kelib, charchab chiqarishga uyga qo'yib qo'yaman deydigan aka-ukalarimga, hojonarimga. Mana sifati yuvoshidan, yaxshi variantidan. Narxi bitta akalar, shved ekan bu. Narxi o'ta baland emas. Bizda narxi baland mol yo'q. Sifati zo'r bo'lsa ham narxi o'rtacha bo'ladi. Bitta chiroyli narx ayting aka. 25,5 million. Aka, 25,5 emas, 25 million kam bor qiling.
Mana shuni maza qilib bir oladigan odam mazasini qilsin. Lekin birinchi bo'lib molingiz sotadi. Nimaga? Sifat o'ta kuchli mol. 25 million emas, 25 million 200 ming qo'yaman. Yanada kami. Yana kami qilib berasiz. Bo'ldi, aka. Akalar, savdo sunnat talash tortish bo'laverasida 30 million, 35 million aytilgani yo'q. Pachaq mol emas, harqavoshi butun mol. Sifati yaxshisidan, xudo xohlasa saqlab qo'ysangiz foyda qiladigan variantlaridan. Korpuslarni qarang. Korpusi o'ta chiroyli, yeb-ichisi, sog'ligiga, salomatligiga garantiyalari bor. Qorinli bolasiga garantiyasi bor. Mana sifat. Narxi 25 million 200 ming kami bor, yana vodiy bo'ylab dastavkasi ham bor ekan, akalar. Nima bo'lyapti? Mana sifat. Mol bo'lsa mana shunday bo'ladi. Bundan ortiq bilmayman endi qanaqa bo'ladi. Hali og'zida tishi yo'q, buzoq, yana bir qarish usul bor. Xudo xohlasa mana shu mollarni. Yaxshi variantidan. Endi mana bu yetuk variantidan akalar kuni qolgan. Xudo xohlasa kun sanab turgan mollar, taglarida zazorlari, yilin holatlari ham juda chiroyli holatda turibdi. Sifati yaxshisidan kuragi nechta aka buni? 6 ta. 6 ta. Javob a? Javob. Yana borganda 8 ta chiqib o'tirmaydi. Yo'q. Bo'ldi akalar, 6 taga olasizlar. Bo'ylari 1.20 xotirjam chiqadi, 1.20 ga olaverasizlar. Sifati yaxshisidan korpuslik variantidan kelchi jonivor. Mana mol akalar sizlarga. Sifatli variant. Aka endi bunga bitta chiroyli narx ayting, yo'qmi yopishtirib ayting. Oldin qo'shdi gap gapirmang, sotadigan qilib ayting. 24,5 million emas, 24 million kami bor. Nima deysiz? Yo'q, aka 24 million, 24 endi Shvedda 25 million, endi undan 25 million 200 mingni tortishmadim. Nimagaki Shved mol sifati bor. Endi bu molingizdan sifatiga yarasha, lekin yaqinligi bor, to'g'ri aytyapsiz aka. To'g'ib qolsa bermaydi buni shunaqa pullarga. Aka 23 million beradi, telefon qiladi. Kamini qilaydi beradi. Mashinangiz bo'lsa 23,5 million yana jahon. Bo'ldi. Biz xursand. 23 million 500 mingga telefon qilasizlar akalar. 23 desam ko'nmayapti. 23 million 500 mingga telefon qilasizlar. Savdo sunnat, talash tortishib olaverasizlar. Sifati yaxshisidan, zo'ridan. Mana akalar. Lekin baribir mana bu boshqa dunyo. Aylanib kelib shunga to'xtalaveramiz. Nimaga? Sifat zo'r. Mana yetukligi bor. Mana buni ham yetukligi bor akalar, puliga yarasha. Hammasini pulini narx-navozidan bir qator tanishib chiqdik. Bilgan odamga, lekin mana bu ola pakka yaxshi. Bilgan odamga. Nimaga 22 million kami bor akalar, ona bola. Yaxshisidan, korpuslik variantidan, yeb-ichisi, qonlari chiqib turibdi. Mollar sifati zo'rdi. Olam bilasizlar, Shvedga o'xshash, Shveddan keyingi o'rinda turadigan menimcha olam deyman. Ha, yo moli ham yaxshi, yomon emas. Xudo xohlasa, e'tiboshlari ham yaxshi, sifatli, yomon emas. Xudo xohlasa bitta oilani gurkurataveradi. Gullatib yashnatadi. Endi mana shu yerda videoga yakun yasaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bitta like bosib, chuch cho'rvadigan Instagram kanalimiz ham bor. Unga ham qisqagina video joylab qo'yamiz. Ashtadan ko'rib olasiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.